Mashina lekin uyalib qoldi. Ha, nimaga tinchlikmi? Ha, o'rtoq shu yoshga kelib biror marta namoz o'qimagan ekan. Ya siqilma. Boshi sajdaga tegmayotganlar bor. Muhimi sen boshlab olding do'stim. Yurman seni bir xursand qilay. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling, qanaqa kitob kerak sizga? Namoz o'qish uchun qanaqa kitoblarni tavsiya qilasiz? Bor namoz o'qishga oid kitoblar. Men ham namoz o'qiyman degan kitob bor. Ko'ring. Mana do'stim. Bu kitob sizgamidi? Ha, shu endi namozni boshlayotgandilar. Ha, mashalloh. Bu kitobimda sizga hadiya bo'lsin bizdan. Yangi namoz o'rganayotganingiz uchun. Endi do'stimga do'ppalaringizdan ko'rsating. Bo'ldi, juda yaxshi-da. Endi do'ppini men hadya qilaman, xudo xolasa. Kitoblarni ham bir qo'yalini ham bir ko'ring. Xudo xolasa uydagilarga, singillarga sovg'abob diniy kitoblar, mashg'ulotlarda, to'g'rida Qur'on kitoblarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Uydagi onaxonlarga, onajonlarga yaxshi. Bu tarafda mana sallalarimiz, ayollarga bog'liq. Quloqim senda qizim, binafsha shu'lalari bor. Qizlarimiz, ayollarimizga. Darsliklarni ham topsa bo'lar ekan, bu. Ha, darsliklar, dastavrlar hammasini topib, xudo xolasa ishingiz siylam bitib ketadi-da. Xudo xolasa. Deganingizda. Ke, sog' bo'linglar. Rahmat aka. Yaxshi ko'rishaylik. Mana do'stim, yaxshi bo'libdi, masjid shundoq yoningizda ekan. Ha, juda yaxshi shu. Rahmat lekin do'stim senga. Xudoga shukr. Sog' bo'lsan, Xudo xolasa tarobiyalarga birga qatnaymiz.